Samarqandda 4 nafar fuqaro kanalga cho'kib ketib halok bo'ldi. Aniqlik kiritilishicha, joriy yilning 31-may kuni soat 20:25 larda Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga 112 tizimi orqali elektromoped haydovchisi boshqaruvni yo'qotishi natijasida 8 nafar fuqaro xuddi mana shunga o'xshash Narpay kanaliga uchib ketganligi haqida xabar kelib tushgan. Xabarga asosan Favqulodda vaziyatlar vazirligining qutqaruvchilari voqea joyiga yetib borgan vaqtda kanalga tushib ketgan 8 nafar fuqarodan 4 nafari aholi tomonidan qutqarib qolinganligi ma'lum bo'lgan. Shundan so'ng zudlik bilan suvda keng ko'lamli qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilgan. Qutqaruvchilar va aholi yordamida olib borilgan qidiruv ishlari davomida qolgan 4 nafar fuqaro vafot etganligi aniqlangan va ular kanaldan olib chiqilgan. Olib borilgan surishtiruv ishlari davomida aniqlanishicha, Paxtash tumani Ukrach mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan fuqaro o'z boshqaruvidagi elektromopedga jami 8 nafar shaxsdan turmush o'rtog'i hamda o'zi va qo'shni xonadondan 6 nafar voyaga yetmagan bolalarni mindirib sayr qilayotgan bo'lgan. Hozirda ushbu hodisa yuzasidan tegishli tashkilotlar tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilib, hodisaning kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Biz marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz va cho'kish xavfi mavjud bo'lgan manzillarda ehtiyot bo'lishingizni so'rab qolamiz.